Bizim oydakiler dedi toyluğumda 1 milyon gidiyor ekan. Nima? Nech bor? 1 milyon? 1 millionga sizni alamdim qenimmi? Sizdan qandana? Maybaqini lotsini bergan yaxshi. Maybaq siz xotin bilan alamdi. Maybaq xotin bo'lamagan bilan maybaqim bo'lsa atrofimda sizdek qilsolgan samandek bo'ladi. Unda demoqchisangiz to'y qilmayman demoqchiman. To'y qilmasangiz balangiz bo'lmaydi. Balangiz bo'lmasa keyinchi qarg'anchada yonloyan kirib basta mush yeb qolsangiz kimga oldi sizga? Mening balam bo'lmasa men yangroyanga berishimning aybi yo'q. O'zimning uyida turman. Voy agarda yolg'iz uyda o'zingiz aylanib ketsangiz kim qutqizdi sizni? Aylanib ketgan bilan yana o'shimga kelaman-da. Voy agarda o'shingiz kelamiz-chi? Endi o'shimga kelamsam shu tugdim degan gap. Mustakchilar. Ham siz o'lgandan keyin birasiz kim qoldirsiz? Voy bu pul o'zimga yetmayapti. Kimga qoldirma. Uni ustiga bu ulashdan burun. Mening bu bankada deyklarim yo'q ulab ketganimdan o'zila jamiyat qilgan eng cho'ng to'pam. Agarda boschi murasingiz? Agar pulim bog'lab qasman balkamni qilamda. Voy mening ismimni biladigan odamning hammasi vaqt kelgan men mirosni ulashtirsammi talashtachish deb ketdi deyman. Bu ömrünüzde bu dünyaya bir tal narsa qoldirib qolib ketmasangiz bu bekorlim yashagan bo'lmamsiz. Qoladi. Jestim qoladi.